Hali ro'molli kiyib olgan qo'yim. Yoqdimi? Qanaqa qo'y? Boya jo'natib yubordim-ku. Yo'q. Hech kim qo'y olib kelmadi. Voy ha, boya o'zi hayron bo'ldim. Qo'shnimizga kimdir qo'y olib keldi. Menimcha adashib olib kelib tashlashgandir. Boring adasi, qo'yimizni olib chiqing. Boring adasi, qo'yimizni olib chiqing. Mayli, men hozir. Qo'shni, kim bor? Keling. Salom alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Ha, qo'shni. Bugun jahursansiz. Alloh mehribonchiligini ko'rmaysizmi? Uyimizga anchadan beri go'sht kirmasdi. Bugun bir saxiy inson ismini ham aytmasdan qo'y hadya qilib jo'natib yuboribdi. Bolalarning xursandchiligini ko'rmaysizmi? Kiring uyga bir yaxshi ovqat qilib gaplashib o'tiramiz. Xudo xolisi keyingi safar. Xo'p, xiyli. Ha, adasi nima bo'ldi? Nega qo'y olib kelmadingiz? Yonimizda shundoq muhtoj qo'shnimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Ularni ko'rib, xursandchiligini tortib olgim kelmadi. Ertaga o'zimizga boshqa olib keladi. Mayli. Yaxshi qilibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kecha qo'ylaringiz dastlabki chiqaz bergan edi. Yuborgan qo'yingiz juda ham joyiga o'rniga boribdi. Shunga yana bitta qo'y kerak edi. Keldim. Ha, okey. Kecha kech payt kelayotgandik, bir bahs hodisaga duch keldik. Molimizni ham, jonimizni ham Alloh o'zi asradi. Shuni shukronasiga ertalab kelgan birinchi xaridorimizga Allohning yo'lida bir qo'y niyat qildim. Shu qo'y sizga nasib. Subhanalloh. Alloh bunchalar mehribonsan. Saxovat peshin insonlarni o'z panohida asrab, o'zi qo'llab-quvvatlab yuraversin. Qadrdonlarim, Qurbon hayiti barchamizga muborak va xayrli bo'lsin.